Bilmagan qancha savollarim borki, hozir otam qayerda? Bu daraxtni ostida hozirgacha qancha odam yig'lagan? Dam olish kuni haftani qaysi kuni bo'ldi? Menimcha savollarga uncha ahamiyat bermaslik kerak. Hayotimiz javobini bilmagan savollarimiz bilan to'la. Mendan uzr so'raysiz. Nima uchun? Dunyoga keltirganingiz uchun, bolangizni yaxshi ko'rmaganingizga, bitta shaharda yashab, hech xavotir olmaganingiz uchun, qizg'ongan hamma tuyg'ungiz uchun, Men hech narsa qilmadim. qilmaganlaringiz uchun uzr so'raysiz. Menga sovchilikka bormaganingiz uchun, uy olayotganimda menga yordam bermaganingiz uchun, uyga kech kelding deb jahlingiz chiqmagani uchun, oldimdan ortimdan urmagan har bir tarsakingiz uchun so'raysiz. Ammo men sizni tinglamayman. O'lganda odamlarning ortida nima qolsa, yuzda ifodasi qoladi, deydi bir do'stim. İnsonlarni gapira oladigan o'liklar deb hisoblanadir. O'lganlarni haligacha bilmaydilar. Majburan taom yeb, reja tuzib, ro'yobga chiqarishga urinadilar. O'lganlarni bilgan lahzalari harakat qilishni to'xtatib, tobutga yotadilar. Balki hammamiz o'likdirmiz. Oyoqlarda tura oladigan, hidlay oladigan, ko'ra oladigan o'liklar. O'liklarni bizdan farqi bularning barini qilishdan voz kechganlaridir. قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخاون أتراه أذهلها جلا